qo'shimcha sifatida qilib aytmoqchi edim. Sun'iy intellekt bu innovatsion rivojlanishlardan bittasi. Biz bunga kirib borishimiz kerak, lekin aholimizning kiber madaniyat, kiber gigiyena deymiz. Shu sohasida ham biz bir ishlar olib borishimiz kerak. Misolda bank tizimlarida hozir bilasiz, mana ko'p ta'kidlab o'tdik, kiber firibgarlik holatlari bo'lib o'tadi. Ya'ni insonlarga telefon qilib shu deepfake ishlatishadi. Deepfake'da hozirda misolda bank yoki markaziy bank xodimini deb o'zini tanishtirib, odamlarga kredit olishga muvaffaq bo'lishadi va bu pullarni bizning aholimiz o'zi o'tkazib beradi ularga. Bu soha rivojlangandan keyin innovatsion mahsulotlarni to'g'ri foydalanib bilish kerak. Misolda banklarda antifrod tizimi joriy etilmoqda. Antifrod tizimi bu tranzaksiyalarni analiz qilishda, bu bilasiz juda bir katta hajmdagi ma'lumotlar bo'ladi. Buni raqamlashtirish qilmasa insonni o'zi qila olmaydi. Shu sohada mana antifrod tizimlarida bu ishlatiladigan narsa bu insonlarning tranzaksiyasini analiz qiladi. Ya'ni misol uchun aytaylik oylik tushish masalasida va misol uchun bir oylik ishlash bo'yicha insonlarda qanaqadir bir noodatiy bir o'sish paydo bo'ladi. O'shanda banklar bularning shuhbasini tekshiradi. Ya'ni qayerga bu pul ketib qolishi mumkin debdi. Va shu nimada olib keladiki, bu firibgarlik holatini oldini olgan bo'lardi. Mana misol uchun bizda hozir aholimiz ko'rib turibdi, shu narsani aytib o'tmoqchi edik. Shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanayotganda ko'pda biz ko'ramizki, pasport ma'lumotlarini kimdirlar doktorga borganda doktor tashxisini ham jo'natishadi va shu narsadan foydalanishadi. Ularda ham aytmoqchisizki, ichida shaxsiy ma'lumotlar bo'ladi. Shaxsiy ma'lumotlar albatta bo'ladi va hozir biz ta'kidlab o'tganlaridek, bu shaxsiy ma'lumotlarning bir xillarida serverlar bizda joylashmagan. Ya'ni bu aytaylik, bu firibgarlarning ChatGPT'si bo'lishi mumkin. Ya'ni bizning ma'lumotlarni yig'ib va keyinchalik ularga qarshi ishlatilishi mumkin. Shu sohada shunga yana bir marta ta'kidlab o'taman, shu aholimiz tanqidiy fikrlab, shu nafaqatgina hamma narsani ishonib qo'ymasdan, balki tanqidiy fikrlab, shuni to'g'ri ishlata bilish kerak. Tushunarli. Banklarning o'zi qanchalik bu xavflarga tayyor? Banklar biz aytib o'tmoqchimanki, banklar oldindan tayyor bu narsaga. Chunki ChatGPT chiqishidan oldin, aytaylik, sun'iy intellektlar chiqishidan oldin baribir kiber xavfsizlik banklarda birinchi o'rinda turadi. Ya'ni banklarni tizimini buzish juda bir murakkab narsa. Chunki aytmoqchi bo'lganim, bu yerda 3, 4, 5 pog'onali sistem tizimni ochish kerak bo'ladi. Misolda insonni ongini buzsa, u eshikni qanchalik biz devori baland ko'tarmaganimizda, agar ichidan eshikni ochib bersak, firibgarga yoki o'g'riga deylik, bu xohlaganicha o'zi narsasini kirib olib chiqib ketadigan. Agar sodda qilib aytadigan bo'lsa, shu bo'ladi.